China Energy Overseas Investment Company. Energy China Overseas Investment Company'ning Китайские специалисты внедряют крупные проекты. В частности, компания Energy China Farg'ona viloyatining Qorovulbozor tumani sahrosida Xitoyning yetakchi kompaniyasi tomonidan bunyod etilayotgan quyosh fotoelektr stansiyasi mamlakatimiz energetika sohasida yangi sahifa ochdi. Quyosh energiyasi loyihalari faoliyatiga 1 yil to'ldi. Ayni paytda Energy China Group O'zbekistonda taxminan 7 milliard AQSh dollariga teng muhandislik shartnomalarini imzolagan. 1000 gektarli maydondagi 1 milliondan ortiq quyosh panellari stansiyani barqaror ishlashini ta'minlamoqda.